Assalomu alaykum. Bugun o'quvchi qo'shish ko'rib chiqamiz. Demak, o'quvchi qo'shish uchun biz o'quvchilar bo'limiga o'tib olishimiz kerak va o'quvchilar bo'limiga o'tganimizdan keyin bizda bunaqa statistika ko'rinadi. Ya'ni jami o'quvchilar, faol o'quvchilar, muzlatilgan arxiv. Va bizda mana bu yerda o'quvchilar bo'limi da o'quvchilar soni va ism familiyalari, telefon raqamlari ko'rinib turadi va bizga qaysidir o'quvchini topish judayam oson bo'ladi. Misol uchun deylik Ulug'bek. Ulug'bek degan o'quvchini biz qidirmoqchi bo'lsak, bemalol shu yerga yozib qidirsak bo'ladi Ulug'bek degan o'quvchilari. O'quvchi qo'shish uchun mana bu tugmadan yangi o'quvchi qo'shishdan foydalansak bo'ladi yoki bu yerdan yaratishdan tezkor tugma orqali a, o'quvchi qo'shish tanlasak bo'ladi. Demak, o'quvchi qo'shishni tanlaganimizdan keyin biz familiyasini, ya'ni ism familiyasini kiritamiz. Misol uchun Jo'rayev Sardor. Jo'rayev Sardor, demak, otasini ismini yoki qolgan ma'lumotlarni to'ldirish bu o'zimizni xohishimizda, ya'ni telefon raqamini kiritib qo'ysak yanayam yaxshi bo'ladi. Misol uchun 99 89 to'g'rilik 123 45 67. O'qilgan sanasi ni kiritish o'zimizni xohishimiz. Demak, qaysi holatda faolmi, muzlatilganmi, arxivmi? Misol uchun faol. Izoh qo'shish ham izoh qo'shishimiz ham o'zimizdan deylik. Hozir bu o'quvchi qo'shildi demak, o'quvchi muvaffaqiyatli qo'shildi deyapti. Va buni bu yerga kirsam mana 81 ta o'quvchimiz 82 ta bo'lib qoldi. Demak, bu o'quvchi profili. Demak, o'quvchi profilida qarzdorligi yoki qaysi guruhdaligi, qancha qarzi bor, hamma narsa ko'rinib turadi va u shu uni profilidan uning uchun Telegram link yaratilsa bo'ladi, ya'ni ota-ona uchun. Demak, Telegram link yaratishga alohida darslik qilaman. Qisqacha o'quvchi qo'shish shu.